Pul evaziga Schengen vizalari. Bitta viza uchun qiymat 4000 yevrodan 16000 yevrogacha chiqadi. Xaridorlar asosan ruslar, vizani olish uchun elchixonaga kelishning ham hech hojati yo'q. VIP tariflar taklif qilinadi. Italiyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi Pier Gabriele Papadia di Battini o'zining yordamchisi bilan noqonuniy biznes sxemasi yaratganlikda ayblanmoqda. Ular ushbu elchixonadan Schengen vizalarini pullashgan. Ikkalasi ham hozirda Rimda qamoqqa olingan. 2024-yilning 2-dekabr sanasida 56 yoshli Pier Gabriele Papadia di Battini Italiyaning O'zbekistondagi Toshkentda joylashgan elchixonasiga rahbar bo'ldi. Bu bilan u viza idorasi boshqaruvini ham qo'lga oldi. Aynan o'sha vaqtda, ya'ni dekabr oyining o'rtalarida janob elchi Bolgariyada yashovchi, Italiya fuqaroligiga ham ega 53 yoshli rossiyalik Tatyana Tarakanovani ham jamoasi tarkibiga qo'shib oladi. Ma'lumot sifatida aytish kerakki, Tarakanova va Papadia ilgari Moskvadagi Italiya konsulligida birga ishlashgan. Juftlik mana shu elchixonadan turib viza sotganlikda ayblanmoqda. Diplomat allaqachon hibsda. Rim politsiyasi uni qo'lga olgan. Italiya politsiyasi sobiq elchini O'zbekistondagi mamlakat elchixonasidan noqonuniy Schengen vizasi sxemasini boshqarganlikda ayblab hibsga oldi. Bu haqida Italiyan matbuoti o'tgan hafta juma kuni xabarlar chiqardi. La Repubblica gazetasining yozishicha, Rim prokuraturasi Italiyaning Toshkentdagi sobiq elchisi Pier Gabriele Papadia di Battini va uning sherigi Tatyana Tarakanovani noqonuniy immigratsiyani osonlashtirishga yordam berganlik va rasmiy vazifalarni suiiste'mol qilish bilan bog'liq korrupsiyaga aloqadorlik ayblovlari bo'yicha tergov qilmoqda. Italiya moliya politsiyasi Rimdagi tergovchi sudya Annaliza Marzana buyrug'i bilan elchi va uning o'ng qo'lini ehtiyot chorasi sifatida qochib ketmasliklari uchun qamoqqa oldi. Tergovchilarning ta'kidlashicha, sobiq elchi va Tatyana Schengen hududiga kirish talablariga javob bermaydigan Rossiya fuqarolariga 4000 yevrodan 16000 yevrogacha to'lovlar evaziga uzoq muddatli sayyohlik vizalarini berish tizimini yaratgan. Xabarlarga ko'ra, noqonuniy biznes sxemasi Moskvadagi ba'zi sayyohlik agentliklarini ham o'z ichiga oladi. Kamida 95 nafar Rossiya fuqarolari noqonuniy ravishda Schengen vizalari bilan ta'minlangan. Tergovchilarga ko'ra, ba'zi arizalar hattoki Telegram orqali jo'natilgan va rasmiy proseduralardan tashqarida ko'rib chiqilgan. Tergovchilar shuningdek sobiq elchining maqsadi pul ishlash bo'lganini gapirmoqda. Ular elchi og'zidan pul kerak deb yozilgan audio suhbatlarga ega ekanini bildiryapti. Keyinchalik Papadia tergovchilarga bu yozuvlarni kontekstga moslashtirish kerakligini aytgan. Tergovchilar ayni dam taxminan yana 400 ta viza hujjatlarini ko'rib chiqmoqda va ularning hammasi Papadia bilan bog'liq. Shuningdek, taxminan 3 million yevroga baholangan aktivlar ham tekshiruvdan o'tyapti. La Repubblica nashrining yozishicha, elchi va uning yordamchisi ba'zi mijozlar uchun hattoki VIP tariflarni ham joriy qilgan. Vizalar esa kamida 1 yildan 3 yil muddatgacha ko'p marotaba kirib chiqish huquqi bilan taqdim qilingan. Tizim yaxshi yo'lga qo'yilgan edi. Unda Moskvada joylashgan 3 ta sayyohlik agentliklari Happy Travel, Visa for You va Parkline ishtirok etgan. Ularning barchasi bir xil manzilda rasman ro'yxatdan o'tkazilgan. Kamida 95 nafar Rossiya fuqarosi ushbu agentliklarga murojaat qilgan va keyinchalik zarur viza talablariga javob bermasdan, masalan, konsullik okrugida yashash huquqisiz, ya'ni O'zbekistonda yashamasdan turib yoki ariza beruvchi tomonidan imzolangan hujjatlarsiz, konsullikda jismonan hozir bo'lmasdan vizalarini olib Italiyaga kirgan. Arizalar agentliklar orqali yuborilgan va hozirgacha tergovlar shuni ko'rsatadiki, ba'zi so'rovlar gumondorga Telegram orqali ham yuborilgan, hatto ro'yxatga ham olinmagan. Xo'sh, Rim prokuraturasi bu ishlarni qanday aniqladi? Ma'lum bo'lishicha, o'tgan yilning iyul oyida Italiya Tashqi ishlar va xalqaro hamkorlik vazirligining bosh inspeksiyasidan iborat delegatsiya O'zbekistonga, Toshkentdagi elchixonaga keladi. Bu yerda ularning qo'liga tushgan ba'zi arizachilarning varag'ida esa xususan elchi tomonidan yo'l qo'yilgan qonunbuzarliklar aniqlanadi. Aynan o'sha arizalarning ustiga elchi tomonidan okey yoki bo'lmasa bu insonlarning ism-shariflari bosh harflari yozilgan bo'ladi. Viza tekshiruvi davomida ko'rib chiqilgan 92 ta arizadan 81 tasida viza so'ragan Rossiya fuqarolarining ismlari elchixona kirish reyestrida yo'q bo'lib chiqadi. Bu ularning hech qachon o'zlarini shaxsan taqdim etmaganliklaridan dalolat beradi.
La Repubblica nashrining qo'shimcha qilishicha, Papadiya bilan 2014-yildan beri tanish bo'lgan Visa Concord Travel kompaniyasi 2025-yilning yanvar-iyun oylarida Tarakanovaning Bolgariyadagi bank hisob raqamiga 23.600 yevro pullarni o'tkazib beradi. Vazirlik tekshiruvidan keyin elchi darhol ishdan olinadigan bo'lgan. 2025-yilning dekabrida Papadiya Toshkentdan chaqirib olinadi. Nashrga ko'ra, inspektorlar bilan uchrashuvda sobiq elchi duduqlanib qolgan, savollarga javob bera olmagan. Diplomatiyadagi eng oliy rang egasi bo'lishiga qaramay, elchilar ishtirokidagi jinoyatlar ham tez-tez uchrab turadi. Masalan, 2023-yilda AQShning Boliviyadagi elchisi Kubaga ishlagan agent sifatida qo'lga tushirilgan edi. Bu AQSh diplomatiyasi tarixidagi eng katta josuslik ishlaridan biri bo'lib qolmoqda. Yoki portugaliyalik diplomat Victor Manuel 2024-yilda odam savdosi hamda noqonuniy migratsiya sxemalari bo'yicha jinoiy ishda tergovga chaqirilgan. Hindistonlik diplomat Ravi Thapar esa Yevropada odam savdosi hamda ekspluatatsiya bilan bog'liq jinoyatlarda ayblangan. Bu katta mojaroni yuzaga keltirgan. Bunday misollarni davomli keltirish mumkin. Vaziyat yuzasidan munosabat olish uchun Kunuz Italiyaning O'zbekistondagi elchixonasiga bog'landim. Jamoatchilik bilan aloqalar departamentiga ko'ra, ish hozir tergovda va sudga oshirilishi munosabati bilan diplomatik missiya biror bir narsani gapirishga haqli emas.